Davom etamiz. Avtomobillarni 4 teshik orqalabo'y krugovoy tonirovka xizmatini Armalan firmasinikini 800 ming so'mdan 600 ming so'mga tushirib qo'yganmiz. Global bilan Thomson firmasinikini 900 ming so'mdan 700 ming so'mga, Global IRX tonirovkasini 1 million 300 ming so'mdan 1 million so'mga tushirib qo'yganmiz. Oldilar bo'yiga atirmanli sonzashli plyonka xohlagan akalarimiz uchun plyonkani eng sifatlisi Armalan, Global, Crystal, Nar brendiga tegishli plyokalarni 400 ming so'm. Avtomobil salonidagi detallarni yechib, orqalariga qaytarib, koreyskiy mahsulotlardan foydalanib, salon laminatsiya xizmatini 650 ming so'mdan 450 ming so'mga beramiz. Avtomobilning ustki qismini to'laqonli bron plyonka bilan qoplab berish xizmati Nar Premium 210 mikroli bron plyonka bilan $1600 variantini 1300, Crystal Pro Spectral variantini 1300 variantini $1000 beramiz. Agar menga alohida oldi ristonasini o'zi kerak bo'ladi deydigan bo'lsanglar, Narnikini $500 380, Crystal Pro bilan Spectral'likini $400 $300 beramiz. Qolgan turdagi elektronika, Malibu va rul, ustunovka, boshqa turdagi avtomobillarning xizmatlariga ham skidkalar berilgan. Uni telefon orqali bemalol murojaat qilsanglar, ma'lumot beraveramiz. Bu skidkamiz mart oyining 31-sanasigacha amal qiladi. Ko'rsatilayotgan xizmat turlarining sifati skidkadan oldin qanday bo'lgan bo'lsa, skidka jarayonida ham xuddi shunday qoladi. Hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Bemalol murojaat qilib ko'rsanglar bo'ladi. Joningiz sog' bo'lsin, o'zingizni ehtiyot qiling.